Bismillahirrahmanirrahim. Hadisler toplumu. Amellerde oturhal buluş. 158. hadis. Enes radıyallahu anhu'dan bunda rivayet kılındı. Üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayarlarından Peygamber aleyhi sellem'nin ibadet doğrusunda sorulu geldi. Ularga cevap verilgende ular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu amellerini aksanıganda kılıp biz bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni kandak mı seviştirgül bolsun Allah onun ilgirki ve kiyinki günahlarını mağfiret kılgan tursa deyişti. Şunun bilen ulardan biri men emdi herkes namaz okuyman dedi. Yeni biri emdi yıl boyu roz tutman ve rozsuz yürmeymen dedi. Yeni biri men emdi ayollarga yaqin yolamayman, menga uylanmayman dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kilerge kilip ularga mundaq sözlerni qilgan kishilar sizlarmi? Allohning nomi bilan qasamki, men haqiqatan Allohdan sizlarga qaraganda bakrak qo'rqaman va sizlardan bakrak taqvodarman. Lekin men ro'zimni tutaman, ro'zsizmi yuraman, namozni o'qiyman, uyquni uxlayman, xotinni olaman. Kimki mening sunnatimni yuz o'risa, u mening ummatimdan emas dedi. Buxoriy 5063 hadis. 159 hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir ishni qilib, ondan u ishni qilishga ruxsat bergan edi. Bir to'p kishi u ishni qilishdan o'zini ustun tutdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bularning qilmishidan xabar topgandan keyin nutq so'zlab, Allohga hamd sano aytgandan keyin men qilgan ishni qilishdan o'zini ustun tutgan kishilarga nima bo'pti? Alloh bilan qasamki, men Allohni ulardan obdaroq bilaman. Allohdan ularga qaraganda ko'proq qo'rqaman dedi. Buxoriy 6101 hadis. 160 hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Osman ibn Maz'un radhiyallohu anhuni chaqirib odamga aytdi. Osman radhiyallohu anhu kelgandan keyin, "Ey Osman, sen mening sunnatimni ko'rdingmi?" deb so'radi. Osman radhiyallohu anhu, "Ey Rasululloh, Allohning nomi bilan qasamki, hargiz unaqa emas, balki men faqat sening sunnatlaringga ergishishni xohlayman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Undaqda men uyquni uxlayman, namozni o'qiyman, ro'zimni tutaman, ro'zsizmi yurman, xotinimni olaman. Ey Osman, Allohdan qo'rq, senda oilangning haqqi bor, mehmoningning haqqi bor, jismingning haqqi bor. Şoňa ba'zi kunlar ro'za tutsang, ba'zi kunlarni ro'zasiz o'tkazgan, kechining bir qismida uxlab, yana bir qismida namoz o'qigan" dedi. Abu Davud 1369 hadis. 1161 hadis. Razin munolarni qo'shib rivoyat qildi. Osman kechining hammasi namoz o'qishga, kunduzi ro'za tutishga va xotin olmaslikka qasam qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan bu qasamni to'g'riliq so'radi. Shuning bilan Alloh taolaning buni oyat nozil bo'ldi. Maqsadsiz ichgan qasamlar uchun Alloh sizlarni jazoga tortmaydi. Razin rivoyat qilgan. 162 hadis. Yana bir rivoyatda Osman radhiyallohu anhu yuqorqi ishlarni qilishga niyat qilganlik to'g'riliq Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan, lekin ularni qilaman deb qasam qilmagan. To'g'risi, mana shu rivoyatda bayon qilingandir. Bizning rivoyat qilgan. 163 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarni biror ish buyursa, ular qilaligidek ish buyurdi. Ular, "Ey Rasululloh, biz sana o'xshamaymiz. Alloh sening ilgirki va keyingi gunohlaringni mag'firat qilgan" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq ochiqlandiki, ochig'i chiroyga chiqib ketdi. Ondan keyin men sizlardan ko'proq taqvodarman. Allohnimi sizlardan ko'proq taniyman dedi. Buxoriy va Razin rivoyat qilgan. 164 hadis. Abu Juhayfa radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Salman radhiyallohu anhu bilan Abu Darda radhiyallohu anhuni qarindosh qilib qo'ydi. Bir qatim Salman radhiyallohu anhu Abu Darda radhiyallohu anhuni yo'qlab keldi. U Dardaning onasi Abu Dardaning ayolining nihoyat oddiy kiyinganligini ko'rib, "Bu nima qilganing?" deb so'radi. U ayol, "Qarindishing Abu Dardaning dunyoga ehtiyoji yo'q" dedi. Abu Darda kelib Salmonga tomoq tayyorladi. Ondan "Sayyigin meni ro'za olgan" dedi. Salman, "Sayyimigicha men yeyman" dedi. Şunun bilan Abu Darda yedi. Abu Darda kechil ibodat qilishni turmoqchi bo'lganda Salman uningga uxla dedi. Abu Darda uxladi. Birozdan keyin yana turmoqchi bo'ldi, Salman yana uxla dedi. Kechining oxiri kelgan Salman endi turg'in dedi. Ikkisi birga namoz o'qidi. Salman, "Haqiqatan senda Rabbingning haqqi bor. Sening badaning va ahlingning ham senda haqqi bor. Har bir haq egasiga haqqini joyit bergan" dedi. Abu Darda Payg'ambar alayhissalomning qo'shiga kelib, bo'lgan ishlarni so'zlab berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Salman asaytdi dedi. Buxoriy 1968 hadis. Termiziy bu hadisga sening ustingda mehmoningning haqqi bor deganni qo'shib rivoyat qilgan. 165 hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu mundaq deydi. Kun bo'yi ro'za tutaman, hayotli bo'lsam, keyin namoz o'qib,
o'tkazaman degan so'zim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xabar qilinibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mendan shu so'zlarni qilgansanmi deb so'radi. Men ey Allohning payg'ambari, men shunday degan dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shubhasizki sen buning qodir bo'lolmaysan. Ro'zani tutgan, ro'zsizmi yurgin, uyquni uxlagan, ibodatni qilgan. Ramazonda boshqa har oyda 3 kun ro'za tutgan. Haqiqatan har bir yaxshilikqa 10 savob yoziladi. Ana shu har oyda 3 kun ro'za tutish yil bo'yi ro'za tutgan o'xshash bo'ladi dedi. Men uningdan ortiqroqini qila olmayman dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa bir kun ro'za tutib, 2 kun tutmagan dedi. Men uningdan ortiqroqini qila olmayman dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda bir kun tutib, bir kun tutmagan. Bu Davud alayhissalomning ro'zasi bo'lib, eng o'tiral ro'zadir dedi. Muslim 1159-hadis. 166-hadis. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Bu eng afzal ro'zadir dedi. Men uningdan ortiqroqini qila olmayman dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan afzalroq yo'q dedi. Muslim 1159-hadis. 167-hadis. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Sening yil bo'yi ro'za tutganligingni va Qur'onni har kechda bir qism o'tkazganligingni angladimmi deb so'radi. Men shundaq ey Rasululloh dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'za to'g'riliq oldin qarshi bayon qilingan ta'limot o'xshash ta'limot bergandan keyin Qur'onni oyda bir qism o'tkazgan dedi. Men ey Rasululloh, men uningdan ortiqroqni qila olmayman dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda 20 kunni bir qism o'tkazgan dedi. Men ey Allohning payg'ambari, men uningdan ortiqni qila olmayman dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 10 kunni bir qism o'tkazgan dedi. Men ey Allohning payg'ambari, men uningdan ortiqroqni qila olmayman dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 7 kunni bir qism o'tkazgan, uningdan oshirib o'tmagan. Chunki sening ustingda ayolingning haqqi bor, mehmonlaringning haqqi bor, badiningning haqqi bor dedi. Men so'zimni cho'ngtirib olganligim uchun ish shunday cho'ngib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga sen bilmaysan, ehtimol sening umring uzun bo'lishi mumkin, qarg'onni taqat qila olmaysan dedi. Rostligandek men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan yoshga yetdim. Yoshim oygan sari payg'ambar alayhissalomning ruhsini qabul qilgan bo'lsam-ku deb o'ylab ketdim. Muslim 1159-hadis. 168-hadis. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Sen yil bo'yi kunduz ro'za tutib, kech uxlamay namoz o'qiyotgansan dedi. Men shundaq dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yil bo'yi ro'za tutsang, kech uxlamay namoz o'qisang, ko'zing taladi, jisming charchaydi. Yil bo'yi ro'za tutgan odamning ro'zasi ro'za hisoblanmaydi. Shunga har oyda 3 kun ro'za tut. Bu yil ro'za tutgan bilan bu yil bo'yi ro'za tutgan bilan barobar dedi. Men uningdan ortiqroqni qila olmayman dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaqda Davud alayhissalomdek ro'za tut. U bir kun ro'za tutib, bir kun tutmaydi, dushman bilan uchrashib qochmaydi dedi. Men ey Rasululloh, Davud alayhissalomki bu xislatni men qanday qilarman dedim. Ahmad 6727-hadis, Buxoriy 6277-hadis. 169-hadis. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Dadam menga 100 obro'yliq bir ayolni elib bergan bo'lib, kelinini pat-pat yo'qlab turardi. U ayolimdan mening ahvolimni so'rabdi. Ayolim uningga bu nima degan yaxshi biz kelgandan buyon ko'pillarimizni dastlabmi qo'ymadi, pardalarimizni biroq qatim ichibmi qo'ymadi debdi. Bu savol javob takrorlanavergandan keyin dadam bu ahvolni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam balang kelib men bilan ko'rishsin debdi. Keyin men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ko'rishdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'zani qanday tutsan deb so'radi. Men har kuni dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'onni qanday taom qilsan deb so'radi. Men har kecha bir qatim dedim. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga mundaq dedi deb yuqorqi hadisga o'xshash davomlashgan. Bu rivoyat yana Abdullahning "Kashki men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning menga yaratib bergan kamchiligiga ma'qul desam bo'pti ekan, men endi yashinib ojizlashib ketdim" deganligi bayon qilingan. Abdullah kechada o'qishga yengil bo'lish uchun kunduzi balavoqillarning ba'ziga Qur'onning 7 dan birini o'qib berib, kechda o'qiydigan yerni kunduzi bir o'tkaziladi. Ba'zi vaqtlarda kuchlanilish maqsadida bir necha kun ro'za tutmaydi. Ondan o'zining payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ayrilishdan burun qilgan amallardan biror narsani tark etishni yoqtirganlik uchun ro'za tutmagan shu kunlarning qazosini qiloladi. Buxoriy 5052-hadis. 170-hadis. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir bo'risi bo'lib, uning bilan kechasi kichikgina bir vujud yasaydi-da, bir tarafida namoz o'qiydi. Kunduzi yeyib ustiga o'tiradi. Shuning bilan kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam iqtido qilib namoz o'qish uchun taraf-tarafdan kelishga boshlaydi. Ularning soni kundan-kun ko'payib turdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga: "Ey xaloyiq, taqoga yetgan ishni qilinglar. Sizlar zerikmagcha Alloh hargiz zerikmaydi. Alloh taologa ishinglarning eng suyimlisi oz bo'lsa-mu, üzülmay davom qilganidir" dedi. Buxoriy 5861-hadis. 171-hadis. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan.
Muhammed sallallohu alayhi vasallamning oilasi biror ishni qilsa, izchil davomlashtiradi. Muslim 782 hadis. 172 hadis. Bu hadisning rivoyatlaridan birida mundoq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'g'ri yo'l ustida mustahkam turinglar. Amal ibodatda o'tiral bo'linglar. Buning uchun berilgan savob xushal bo'linglar. Bilinglarki, hech kim jannatga o'z amal ibodati bilan kira olmaydi dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, sen shundaqmi?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: men shundaq. Mening jannatga kirishimni faqat Allohning menga mag'firat va rahmat qilishiga bog'liqdir" deb javob berdi. 173 hadis. Alqama mundoq deydi. Men Oysha radhiyallohu anhadan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kunlardan birasini biror ibodat xos qilamdi deb so'radim. Oysha radhiyallohu anha: "Yo'q, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning amali sil davom qiladi. Payg'ambar alayhissalomning taqdir etgan ishqa sizlarning taqdirlar qanday qilmaysiz?" dedi. Buxoriy 1987 hadis. 174 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan burg'a o'xshash hadis rivoyat qilgan bo'lib, uning rivoyatida mundoq kelgan: "To'g'ri yo'l ustida mustahkam turinglar. Amal ibodatda o'ttiral bo'linglar. Atdigan kechqurun va kechining oxirgi qismidan ibodat qilish uchun foydalaninglar. Har ishda o'ttiral bo'lishga diqqat qilinglar. Shunday qilganda nishonga yeta olasizlar." Buxoriy 6963 hadis. 175 hadis. Yana bir rivoyatda mundoq deyilgan: "Din haqiqatan osondir. Kimki dinni qiyinlashtirishga urinayotgan, o'zidan chiqib bo'lolmay, oxiri o'zi mag'lub bo'ladi." Buxoriy 39 hadis. An-Nasai 176 hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Dinni kishilarga osonlashtirib beringlar, qiyinlashtirmanglar. Bishoratlarni deb berib, jalb qilinglar, urkitib o'tmanglar." Buxoriy 69 hadis. 177 hadis. Anas radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidga kirib, ikki tuyruqning orqasiga tortilgan arg'amchani ko'rdida, "Bu nima arg'amcha?" deb so'radi. Kishilar: "Bu Zaynabning namozda o'qib berib qolganda eslab olgan arg'amchisi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Uni elinglar, namozni ruxsat turib o'qinglar. Agar bo'shab qolsanglar, aram olinglar" dedi. Buxoriy 1150 hadis. 178 hadis. Yana bir rivoyatda Zaynabning o'rniga Hamna binti Jahsh deb rivoyat qilingan. Abu Davud 1312 hadis. 179 hadis. Oysha radhiyallohu anhaning mundoq deganligi rivoyat qilinadi. Avla bint Suvayt Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikimiz turgan bir joyda o'tdi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Bu ayol Suvaytning qizi Avla, kishilar uni kechib qilmaydi deyishgan" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Kechib qilmagan, taqinglar yetadigan ishni qilinglar. Allohning nomidan qasamki, sizlar zerikmingcha Alloh hargiz zerikmaydi" dedi. Muslim 785 hadis. 180 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Har qanday ishning jush urib rivojlangan davri bo'ladi va bu jushning kayfiyatining pasayish davri bo'ladi. Mana bu jush urib rivojlangan davrning sohibi agar to'g'ri yo'l ustida mustahkam tursa va amal ibodatda o'tirhal bo'lsa, undaqda odamning shundoq davom qila olishidan umid qilsanglar bo'ladi. Ammo u kishi bu davrda ibodatni haddidan oshirib qilib, "Avi taqvodir odam ekan" deb barmoq bilan ishorat qilgan mashhurlarga aylansa, undaq odamdan umid qilmanglar." Tirmiziy 2453 hadis. 181 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir dedikning kechasi tahajjud o'qiydiganligi va kunduzi ro'za tutganligi xabar qilingan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Har bir ish qiluvchi birda jonlanib ketsa, birda pastga o'xshib qoladi. Mening sunnatimga uyg'un holda pastga o'xshagan kishi to'g'ri yo'lni tutgan bo'ladi, undaq bo'lsa ozgan bo'ladi" dedi. Razin rivoyat qilgan. 182 hadis. İmam Malik'e yetişçe Ayşe radhiyallohu anhadan keyin oilasiga kitobni Qur'onni aram olib qo'ymaysizlar deb odam aytgan. Razin rivoyat qilgan. 183 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ishning yaxshisi normal bo'lgandir deb ta'lim berganligini rivoyat qiladi. Razin rivoyat qilgan. 184 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Bu din haqiqatan bek mustahkam dindir. Bu din ko'rsatgan yo'li tamkinlik bilan manglar. Chunki bek aldirang'u odam yarim yo'lda ulug'dan chataq chiqib, boradigan yerga yetib bora olmaydi. Ulug'danmi ayrilib qoladi." Bazzar 74 hadis. 185 hadis. İmam Ahmad bu hadisning bosh tarafini Anas radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan. Ahmad 27318 hadis. 186 hadis. Sahl ibn Unayf radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Amal ibodatni haddan oshirib qilib, o'zinglarni qiynamanglar.
Sizlardan ilgarikilar amal ibodatni hadini oshirib qilib, o'zlarini qiynalganlikdan halok bo'lib ketgan. Ularning qoldiqlarini cherkov va ibodatxonalar uchrata olasizlar. Al-Kabir va Al-Awsat. 187 hadis. Abu Davud bu hadisni Anas radhiyallohu anhudan bir qissa bilan birga rivoyat qilgan. Abu Davud 9904 hadis. 188 hadis. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq degan: Kishilar orasida yaxshi nom egasi bo'lish, sirtqi qiyofati har jihatdan layoqatli bo'lish va ishlarda o'tirxol bo'lish qatorliqlar payg'ambarlikning 25 parchasidan biridir. Abu Davud 7776 hadis.